Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hurmatli tadbirkorlar, biznesmenlar, aka-ukalar. Navbatdagi ishimizni sizlarga taqdim etamiz. Razmerimiz 25 metrga 78 metrni tashkil qiladi. Bu molxonamiz Andijon viloyati Bo'ston tumanida qurilmoqda. Konteyner materialidan qurib bitkazilmoqda. Mana ozgina ishlari qoldi, mana xudo xolasa. Chorvador aka-ukalar mana ko'rib o'z bahoylarini beraverasizlar. Kommentariyaga o'z fikringizni beraverasizlar. Ko'rishingiz mumkin mana konteyner materialidan o'ta ham chiroyli chiqyapti, xudo xolasa mana. Molxonamiz. Ikkala chekasi 10 metrdan, o'rta skvozная joyi esa 5 metrni tashkil qiladi. Shu joylari qoldi, xudo xolasa bugun tugatamiz, xudo xolasa. Shu joylari o'rtalari qoldi. Mana ustalarimiz ishlayapti mana tepada. Astoydil. Chorvador aka-ukalar, kimda kim qiziqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar bemalol. 24/7 aloqadamiz. Xudo xolasa doim ko'rib bahoylar berishingiz mumkin mana ishimizga. Kashaylari boshqasi. Riyatlari ham mana bir tekisda mana. Bir tekisda qilib. Tomonimizda o'sha zimniy molxonasi bor. Bu yoqqa mana letniy molxona qurilyapti mana. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi shu pastdagi nomerlarga murojaat qilib, sim qoqib bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24/7 aloqadamiz doim. Xudo xolasa. O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlari, qo'shni Qirg'iziston Respublikasida xizmat ko'rsatamiz. O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlariga borib, o'z xizmatlarimizni amalga oshiramiz. Nafaqat chorva, mini stadion, samomoyka, katta stadionlar, katta inshoot, zavod, fabrikalarning tomlari, kottejlarning orasi, o'ylanib turgan konvert tomlar, masalan, o'ylanib qanday qilib qilaman degan, masalan, konvert tomlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Barchasini qilib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, mustahkam, baquvvat, hamyonbop, arzon narxlarda qilib beramiz. Inshaalloh xudo xolasa bugun bitkaziladi, xudo xolasa mana. Kechgacha shu joylar bitadi. Keyin tepasiga mana shifer tuniki uchun mana reykalari qilinadi, xudo xolasa. Chorvador aka-ukalar, o'z bahoyingizni ishimizga berishingiz mumkin mana. Ustakalarimiz mana tinmay ishlayapti mana.